Ichki ishlar xodimi bittasini mashinada urib yorib, u hali o'lmagan ekan, mana shu ko'prikdan tashlab yoribdi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ringlar, o'rtoqlar, qaranglar. Hozir hamma video qo'yapti, xodim mana shunaqa ish qilibdi. Sholi kurmaksiz bo'lmaydi, bilasizlar. Bunaqangi iflos, yomon odam hamma sohada bor. Taksist ichida ham bor, savdogarning ichida ham bor, amaldorning ichida ham bor. Bitta ikkita odam bilan butun hamma xodimga baho berib yorish kerak emas. Bu gapim bilan aytmoqchi bo'lganim, xodimlarda juda ko'pi o'zi asli tarbiyali, yaxshi bolalar, lekin imminda mana shu chichqog'ini, mana shu ishni qilganda har qanaqangi eng yomon og'ir jazolarga berishiga roziman men ham. Nima bo'lsa qilsin, chunki bu yo'qolgan odamda ota-onasi bor, bola chaqasi bor, farzandlari bor. Eng yomonida undan ko'ra bir kunda o'lib ko'mgani yaxshi-da, bu o'zi bir oy bo'lyapti, o'ligi yo'q buni. Ular qanaqa holatga kelyapti, nima bo'lyapti, videolarini ko'rib rosa rahmim kelyapti meni ham. O'shanga yana bir iltimosimiz bo'ladi. Suv xo'jaligi vazirligidan bu suvni salgina yopmasa topa olmaydi bular. Chunki qishki kuni o'lik suv tagida cho'kib qolar ekan, ustini turpoq yoki tosh nimadir ko'mib qolsa 5-6 oy ham chiqmasligi mumkin ekanda. Shuning uchun oilasiga sabr bersin. Xodimlar bunaqa deb kommentariya yozayotganlar, bunaqa qilib yozmanglar. Chunki vatanimiz tinchligini ko'rib turibmiz-ku shaxsan. Boshqa davlatlarda ko'ringlar, qanaqangi og'ir jinoyatlar bor. Afg'onistonlik bitta o'rtog'im bor, o'shani gapi esimga tushib qoldi. 15 ta bolasi bor. Buncha ko'p bolang desam, o'rtoq bizda voyaga yetgancha deydi, yo 2 ta yo 3 ta bola qoladi. O'lib ketadi, mashina urib ketadi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb. Bizda mana shu ishlar yo'q-ku, mana shu ishlar yo'qligiga sabab mana shu xodimlar. Lekin bitta ikkita chichqoq buzoq hamma sohada bor, yomon iflos odamlari bor, lekin bitta ikkita odamdi deb hammaga baho berib yorish bu yaxshi ish emas. Hurmatli suv xo'jaligi rahbarlari, iltimos qilib qolamiz. Shu suvni qandaydir kamaytirishni yo'li bo'lsa qilib beringlar. Chunki bitta oila bir oydan beri uxlamasdan mana shu mayitni qidirishni ovorada, ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Kimdirdi farzandi, kimdirdi otasi bu bola, kimdirdi akasi yo kimdirdi ukasi. Qo'llaringdan kelsa shu mayitni tezroq topishga yordam beringlar.